O'zimizni chempionlar ham shu yerda. Manaqa mopedlarni arenda olgani keldik. Arenda beradigan joy. O, menga qorasimi? Tapishgani yechmay kirib, nari tapishgani yechib kirish kerak ekan bizga. Tak. Tailandda avtobusda yurgandan ko'ra mopedlarda yurish arzonroq tushgani uchun hozir mana mopedlarni arendaga beradigan joyga keldik. Xullas mana moped buni olyapmiz. Bir kuniga 250 baht ekan. Biz O'zbekistonga 60 ming, 70 ming so'mga to'g'ri keladi. Mana arenda, xullas sotib olganingizda, arendaga olganingizda atrofini полный obzor qilib videoga olasiz. Topshirayotganda ham mana shu holatida topshirish kerak ekan. Endi qaranglar, mana bu moshniyroq mototsikllar. Bular kuniga 400 baht ekan, bulari kuniga 250 baht. Ko'proq xasis kelishtiradi. Qaranglar, bu yerga kelganda bitta narsaga e'tibor berdim. Bilasizlar, Tailandda faqat asosan 80-85% xalqi buddistlar, lekin bular qaranglar. Biz qayerga kelibmiz? Tailanddagi musulmonlar shekilli. Are you Muslim? Yes. Oh, mashallah. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qaranglar. Mana mayillarda osiylar bo'lar ekan. What is your name? Abdul Hamid. Abdul Hamid ekan. Mopedni olib chiqdik, arendaga olib chiqdik. Buni yondirishni qaranglar. Pultini bosasiz, mana yashil yonib turibdi. Значит, bu motor yonadi. Короче. Mana o pedalni ko'tarmaguncha qara. Mana pedalni ko'tarmaguncha. Moped yonmaydi ekan. Yonmayotganda ham qo'lni bosib, uni bosasiz. Mana, kalti bo'yasiz ekan, qo'lni bosib. Tamam. To'xta, sekin. Ha, rasmga oladi. Qaysi tomonga ketdik? Bu yer Tailanddagi Muay Thai sport zali. Bugun muqaddam yoki hali bir ertami? Odam yo'q, keyingisiga boramiz. Muay Thai sport zalini istab yuribmiz. Kichkinagina mahallachadamiz. Mana Muay Thai'da sport zalga ham yetib keldik do'stlar. Hozir motorolni shu yerda parkovka qilib qoldiramiz. Ko'ramiz qani. Shogirdlarimiz qanaqa qilib shug'ullanyapti-ki, Mana sport zal do'stlar, oxiri topib keldik. Bu shundoqqina mahallaning ichida. Hozir kakras mana trenirovka bo'layotgan jarayon ekan. Hozir ichkaridan yaqinroqdan ko'rishga harakat qilamiz. Ilyos bey ringga chiqib boraman deyapti. Ilyos bey ringga chiqasizmi? Kalta ham yeb turish kerak. O betlar, peshanalar. Yo'q, Ilyos bey kalta yeb turish kerak. Ertadan aytyapti, kaltaga ham yeb turish kerak. O betlar ham sal chiniqadi deyapti hozir. Kalta yemaganman-da. Kalta yemaganman dedi. Faqat kalta yedirganman. Davay chiqaram, 4tasiga chiqasanmi? Bitta o'zing. Nima deyapti? Ofis, короче, menejment, upravляющий nimaning ichida o'tirar ekan, binodan tega olib kiramiz. Bu tarafda seriozniy jangchilar shekilli. Hammasi tijoli veslar. Bu tomonda mana kuzlar ham bor ekan. Biz mana shu yerda shug'ullanish bo'yicha ma'lumotlar so'rayapmiz administratordan. Fill out the form and purchase the ticket. Ertaga ertalab Konshahar festivalida kelamiz. Mana spiskalar bor ekan, spiskada qaysi paytda qachon bo'lishlari hammasini ko'rsatgan. Muay Thai and kickboxing at the same time. Bu yerda
Muay Thai bor ekan, kickbox bor ekan va обычный boks ham bor ekan. Mana bu haligi sizlarga aytib o'tganimiz ayran qirollik. Bu yerda qirolni rasmlari bor. Mana bu yerda qirg'izistonlik do'stimizni topib oldik, uchrashtirib qo'ydik. Ismingiz nima? Adlet. Adli, necha yildan beri shug'ullanasiz? 1 yildan beri bu yoqda mashg'ulot. 1 yildan beri, ha. Musobaqalarga chiqqansiz. Ha? Musobaqalarga chiqasizmi shu yerda? Ha, o. Bu yoqqa mashg'ulotga kelganmiz 1 yil oldin. O'sha kelib bizning komandamiz bilan kelganmiz. O'sha ag'aylarning o'rgatgan narsalari bizga unab, jag'ib, to'g'ri kelganligini bu yoqdan qolamiz deb chechim qilib, постоянно o'sha yoqqa biznes qilsam, komanda bilan kelib mashg'ulot ketamiz. O'ta sonli ag'aylar, sonli sparring partnerlar bu yoqqa ko'pchilik mamlakatdan kelib, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya. Shu Alloh sizlarga yordam bersin. Mana qaranglar. Do'stimizni haqiqiy mana shug'ullanganligi mana bilinib turibdi, ko'ryapsizlar, ha? Shug'ullangan, sportchilar bolalarda обязательно qulog'i singan bo'ladi. Mayli. Rahmat. Va alaykum assalom. Mana shu joy, agar ko'rgan bo'lsanglar, tanigan bo'lsanglar, bu akalarni ko'pchilik tanisa kerak. Tanidinglarmi? O'zimizni chempionlar ham shu yerda. Bu yer ertaga yoki indinga jang bo'lishi mumkin-da. Mana shu jangga tayinlanadigan markaz. Butun dunyo bo'yicha jahon chempionlari ham mana shu joyda shug'ullanib, mana shu joyda bo'yga chiqishgan. Ilgarilari millatlarni sohib qurollar tanitgan bo'lsa, hozirgi kunda sportsmenlar tanitadi. Mana shu sportsmenlar, mana shu o'zbek o'g'lonlari millatimizni dunyoga tanitadi. Aziz ukamiz bilan dildan suhbatlashdik, fikr almashdik. Juda maroqli suhbat bo'ldi. Xursandman. Suhbat tugagandan keyin avariyaga duch keldim. Pardon deb o'tib ketdim. Shunaqa do'stlar, agar yoqqan bo'lsa like, o'zingizlar fikr mulohazalarni qoldiringlar. Yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi roliklarimizda sizlarga yanada qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz do'stlar. Shunaqa.